Uni ulug'lash qalbning taqvosi sanaladi. Bu haqida Alloh taolo bunday marhamat qiladi: kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, bas albatta bu qalblarning taqvosidandir. Haj surasi 32-oyat. Ka'ba ichida namoz o'qish va duolar qilishning ajr mukofoti hamda savobi ulug' bo'lib, bunga 4 mazhab imomlari yakdil tarzda ittifoq qilganlar. Bu haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim Baytullohga kirsa, savobga kiribdi, gunohdan va mag'firat qilingan holda chiqibdi dedilar. Imom Bayhaqiy, Imom Tabaroniy rivoyati. Alloh Baytullohni ziyoratiga barchamizni chaqirsin. Keling avvalo Ka'ba-i Muazzamani tarixiga qisqacha nazar solaylik. Insoniyat tarixi Makka shahridan boshlanadi. Alloh otamiz Odam alayhissalom bilan Havo onamizni jannatdan yerga tushirganida, Havo onamiz Makka shahri